Assalomu alaykum. Sizlar bilan 9-katalogning novinka mahsulotlarini ko'rib chiqamiz. Agar sizga ushbu mahsulotlar qiziq bo'lsa, diqqat bilan e'tiboringizni qarating. Taqdimotimizni boshlaymiz. Demak, eng dastlabki mahsulot siz ko'rib turganingizdek katalogning birinchi sahifasida ham berilgan bu yangi ifor, ya'ni atirimiz. Mazkur atir Beauty Cave seriyasidan yangi ishlab chiqarilgan bo'lib, Beauty Cave Cherry nomi ostida sotuvga chiqarildi. Mazkur atir tarkibi jihatidan sharqona, mevali va xushbo'y hidni o'z ichiga oladi. Olfaktor piramidasi yuqori notalar bodom, gilos, qamish, shakar, yurak notalari, shirin gilos, olxo'ri, yasmin, zambak, shleyf, tonka loviya, vanilloviya, sandal daraxti. Mazkur atirni ma'lum bir probniklarini xarid qilgan xaridorlarning fikrlariga ko'ra, mazkur atir Tom Ford Cherry atiriga aynan o'xshashligini qayd etishyapti. Agar sizga mazkur atir ifori yoqadigan bo'lsa, aynan bizda yangi novinka Beauty Cave Cherry'ni xarid qilishingizni maslahat berar edik. Demak, hozirda 50% chegirma bilan 184 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Katalog narxida. Dizayni ham juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan. Sovg'abob va o'zingiz uchun ishlatishda ham kayfiyatni ko'taradigan ifor. Keyingi mahsulot bu Beauty Cave seriyasidan yuz, qo'l, tana uchun umumiy namlantiruvchi va oziqlantiruvchi krem hisoblanadi. Mazkur krem Beauty Cave seriyasidan chetga chiqmagan holatda rezavor mevalarning xushbo'yligini o'z ichiga oladi. Eng qulay jihatlaridan biri u universal. Va mazkur mahsulot bilan umumiy to'plamni hosil qilishimiz mumkin. Ya'ni Beauty Cave seriyasi tana parvarish uchun bir qancha mahsulotlarni o'z ichiga oladi. Keyingi mahsulotimiz Axiology seriyasidan C vitamini bilan boyitilgan yangi ishlab chiqarilgan mitsillarniy suv. Mazkur suv oldingi mitsillarniy suvlardan farq qilib, C vitamini, ya'ni antioksidant bilan to'liq boyitilgan. Bu uning umumiy tarkibini yanada teri uchun foydali jihatlarini boyitadi. Va mazkur mahsulotda B guruh vitaminlari ham mavjud. Mahsulot barcha teri turlari uchun mo'ljallangan. Keyingi mahsulot Glossy Lips hajm effekti bilan lab jilosi. Ya'ni mazkur lab balzami e'tibor berishingizni maslahat berar edik. Aynan labga effekt beradi, hajm beradi. Agar siz aynan mana shu jihati sizga manzur kelmasa, buni sotib olishni maslahat bermagan bo'lar edik. Ijobiy tomonlari aynan hajm effektini beradi. G'amxo'rlik formulasi lablarning nozik terisini chuqur namlab oziqlantiradi va yovvoyi mevalarning xushbo'y hidi kayfiyatni ko'taradi. Lablarni oziqlantirish, parvarishlash maqsadida shea yog'i va E vitamini bilan boyitilgan. Turli xildagi ranglarda ishlab chiqariladi. Istagan rangingizni tanlab olishingiz mumkin. Yana biz sizga aytib o'tishimiz kerak, Collagen Beauty va Collagen Energy seriyasidan ham iste'mol uchun mahsulotlar ishlab chiqarilgan. Ushbu mahsulotlar aynan bizni Faberlic katalog ilovasida hali mavjud emas. Mavjud ishlab chiqarilgan, sotuvga qo'yilgan yangi mahsulotlarni tanishtirib o'tdik. Aynan sizga qaysi biri manzur keldi? Qaysi birini sotib olishni istagan edingiz yoki sotib oldingiz?
fikrlaringizni kommentariyada bo'lishing. Ikkilanayotgan xaridorlar uchun bu judayam yaxshi imkoniyat bo'ladi, ya'ni sizni fikrlaringiz bilan bog'lanib ko'rish. Agar siz mahsulotni ichki narxda yoki arzon narxda xarid qilmoqchi bo'lsangiz yoki fabrlik mahsulotlarini a'zo bo'lgan holatda yaqinlaringiz uchun xarid qilmoqchi, yangi o'zingiz uchun biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, sotuv boshlamoqchi bo'lsangiz, bemalol biz qoldirgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sizni mehrli kattakon jamoamizda kutib qolamiz va bepul darslarga yozilish uchun aynan biz bilan bog'lanishingizni so'rab qolar edik. Agar video sizga oz bo'lsa-da manfaat keltirgan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni yozing, yaqinlaringizga ulashing va like tugmachasini ayamang. Xayr, salomat bo'ling.